Kechasi kutilmaganda telefoning ochib qoladi va atrof juda jim bo'lib qoladi. Nima bo'lyapti o'zi? Shu payt orqangdan niqobli odamlar chiqadi. Qochishga urinasan, lekin yo'lingni to'sib qo'yishadi. Seni qo'lga olib katta qora mashinaga o'tkazishadi. Bu hazilmi yoki rostmi? Mashina oynalari qora, yo'l uzoq davom etadi. Meni qayerga olib ketishyapti? Mashina ulkan beton bino oldida to'xtaydi. Ichkarida yuzlab xavotirli odamlar va qizil kiyimli qo'riqchilar. Signal chalinadi, qoidalar o'zgarmaydi, o'yin boshlanadi. Qanday o'yin bu? Birinchi sinov. Hamma yuguradi. Men bu yerda tasodifan emasman. To'xtaganlar o'yindan chiqariladi. Men kuchliman, men taslim bo'lmayman. Sirli labirintlar va aqlli bilan yechiladigan topshiriqlar. Men yolg'iz bo'lsam ham oldinga yuraman. Final yaqin. Endi orqaga yo'l yo'q. O'yinning eng qiyin bosqichi boshlanadi.